Qishlog'imizda ancha vaqtdan beri hech qanaqa yangilik bo'lgani yo'q edi va bir kuni juda ham ajoyib yangilik bo'ldi. Ya'ni qishloqda Sherali bank ochildi. Bu bankning nomi nimaga Sherali desanglar, janob merning yangi o'g'li Sherali nomiga Sherali bank deb qo'yildi. Voy, qishlog'imizda yangi bank ochilibdimi? Va qanaqa bank ekan? Borib ko'rayinchi. Pulim yo'q-ku, lekin baribir nimadir qo'yishimga mabodo to'g'ri kelib qolsa, Sherali bank deb yozilganmi? Nimaga Sherali bank tushunmadim. Boshqa ismlar qurib qo'yganmi? Menimcha u da rostdan janob merda o'g'li nomiga qo'yilgan bo'lsa kerak. Ustoboz berdi hech kim yo'q-ku. Brat, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisan? Ha, yaxshi, qurolingiz vahimali ekan. Ha, o'shaning uchun ham yashirdim. Hozir bu yerda yo'q edingiz-ku. Ichkaridan chiqdim. Ha, tushunarli. Yangi bankmi bu? Yo'q, eski, oldindan bor edi. Tentayimsa oldin yo'q edi-ku. Ha, to'g'ri. Iltimos, men joyimga 2 minut turib tur. Nimaga? Yomon qornim og'riyapti, bir borib doktor ko'rib kelay bo'ptimi, iltimos. Ha, mayli turib turaman. Shu yerda prosta tak tursam bo'ldimikan? Aytgancha qurol bilan turgandi u brat. O shifoxonaga kirib ketdi uje. Ha, mayli ichkari kiraylik. Assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Sizni ishga olishdim bankka. Men tajribali odamman, 16 yillik tajribam bor. Ha, ko'rinib turibdi. Juda ham ajoyib. O'tib ko'rsam bo'ladimi? Bemalol, lekin to'xtang, mumkin emas aytgancha. Nima mumkin emas? Hozir bemalol dedingiz. Men sizni hali tanimayman. Ha, demaysiz, qishlog'imizga yangi kelgansiz, shunaqami? Xuddi shunday. O'shaning uchun ham tanimayapsiz. Hozir men sizga janob mer taniysizmi? Albatta janob mer taniyman. Janob merga telefon qilib beraman, meni kimligimni aytasiz, xo'pmi? Mayli, telefon qiling. Tak. Alo janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima deysan, Jo'xa? Qishlog'imizga yangi bank ochilibdi, o'g'lingizning nomiga qo'yilgan bilmayman. Ha, shunaqa, nima edi? O'shanga kelgandim, hozir axrana ketib qoldi, qornim og'riyapti, 1-2 soat turib tur deb. O'shanga turib turganman, bankni mana kassiri meni tanimayapti. Oldiga bir o'tib 1-2 hujjatlar bir ko'ray desam. Telefonni berchi? Mana eshitib turibdi, gromkasiga qo'ydim. Alo, eshitaman. Jo'xa, bu meni o'ng qo'lim. Xohlagan narsani buyursangiz bo'laveradi. Bank kodlarini aytsangiz ham bemalol bo'laveradi, chunki u ishonchli. Bo'ldi, mayli, xo'p. Ko'rdingizmi? Men ishonsangiz ham bo'laveradi bemalol. Prosta kompyuteringizni ko'rmoqchi edim. MacBook Pro ishlatasiz. Biroq pul qayerdan olyapsiz? Buncha pulni? Men axir bankirman. Ha, to'g'ri, bankirlarda endi pul ko'p bo'ladi-da. To'xtang, men bu yerda kodlarni ham aytasiz dedi. Eshitdingizmi, janob mer aytdi. Eshitdim. Buni kodi necha? Buni kodi 1114. 1114. Tak, ochildi. Ichkarida qanday joy bor? Ichkarida seyf bor, katta. Yopilib qoldi, ha mayli. Seyf ochiladimi? Seyfda kod yo'q. Kod yo'qmi seyfda? Ichkaridagi sandiqlarda kod bor. Bu yoq sandig'ini qaranglar. Bu nechi bo'ladi kodi? To'g'ridagisi 20.08.2. Mana ichida narsa yo'q. Endi bank hali yangi hech kim hech narsa qo'ygani yo'q. Tushunarli. Unda men ham pulim bo'lganda olib kelib qo'yaman. Mayli, siz chiqib ahronalik qiling, ana ahronani qorni olib qoldi shekilli ketib bordi. Shunaqa bo'pti, mayli unda. Prosta tak tursam bo'ldimi shu yerga? Bu yerga odamlar keladi, tekshirib ketasiz. Mayli unda borib uyimdan qurolimni olib kelaman. Mayli. Xo'p, uyimdan tezroq qurollarimni olib kelsam, umrimda birinchi marta bankka ahronalik qilyapman. Bu juda ham mas'uliyatli narsa, akalar. Agar nimadir bo'lib qoladigan bo'lsa, kimdir kelib turib nimadir o'g'irlab ketadigan bo'lsa, to'g'ri, pullarni bu yerda o'zi pullardan boshqa nima qo'yilishi mumkin? Oltin, tilla qo'yilishi mumkin. O'g'irlab ketadigan bo'lsa, dabdala bo'ladi, qurolda olmasam bo'lmaydi. Xo'p, endi astagina, tezgina, asta emas, juda ham tezgina borish kerak bu yoqqa. Agar qanaqadir o'g'ri paydo bo'lsa, o'z mayli politsiya xona bor ekan. Nima kerak ahranani? Mana shu politsiya chiqib qo'riqlasa bo'ladi-ku. Endi bu qo'riqlamaydi-da. Brat, keldim, hozir qo'riqlashni boshlayman. Mayli, kimdir kelsa tekshirib kiriting. Mayli. Kimdir kelib qolsa, shuni yoqtirib bo'ldi, o'qizmaslik kerak. Axir o'qizadigan bo'lsa, politsiya xonadan chiqib keladi. Nimaga sen so'ramasdan o'qizyapsan? So'rab o'qizish kerak-da bu yerda. Mana shu o'tiraman. Anom bo'lganda, branjletim bo'lganda haqiqiy ahranaga o'xshardim. Hozir shunchaki oddiy bolaga o'xshab qolyapman. Mayli, kutib turayinchi, qani bitta ikkita odam kelib pul qo'yardir. Bu uchastka degani, hovli degani. Shunda mana mahalla hovlisimi? Bilmadim, mahalla uchastkasi. Bu yerda uchastkovoy bor. O'shaning uchun menimcha mahalla uchastkasi deyishgan bo'lsa kerak. Nima bilmadim. Voy, bu yer bankmi?
Yo'q, akvapark. Jinimisan qanaqa akvapark bank-ku? To'xta emas, tekshirishim kerak. Qo'lingizni ko'taring. Meni qo'lim yo'q-ku. Bo'pti. O'z ish narsangiz yo'q ekan. Unda sizni men shu yerda kuzatib turaman. Men pul qo'ymoqchiman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, marhamat pullaringizni bering. Oho, men qaraymi, brat, yo o'zingiz qarab olasizmi? O'zim qarayman. Mana shu pullar bo'ladimi? Bo'ladimi deysam, tentak o'zingni pulingni olib kelib qo'yibsan bu yerda. Sen qarz bermayapsan-ku yoki nimadir sotib olmayapsan-ku. To'g'ri. Xullas, shularni qo'ymoqchiman. Aha, bo'ldi, bemalol ketishingiz mumkin. Biz hozir hujjatlarga kiritib qo'yamiz. Ismingiz nima? Ismimmi? Izzat ismim. Aha, bo'ldi, Izzatjon, kiritib qo'yamiz. Jo, xabarki. Janob, Pullarni olganda kiritib qo'y. demak, qaysi sef kiritib qo'yay? Birinchi sefga kiritasan. Birinchi sef qayerda? Birinchi past tomondan chap tomonga. Past tomondan chap tomonga. To'g'ri, bo'ldi. Hozir janob 1 minut. Tak, past tomondan chap tomonga. Adashmasam mana shu. Buni parol necha edi? 20.08.1. Aha, bo'ldi, ochildi. Shu yerga hammasini qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, hammasi tayyor. Bo'ldi, unda chiq bu yoqqa. Ishingni davom ettir. Men o'z qo'riqchimanmi yo bankka vashshe pul tashigich, qo'riqchi, boshqa ishlarda ham ishlayveramanmi? Men bu yerga hamma ishni qilasan. Bo'pti, brat, mayli, qilsam qilaveraman. Shu stul yo'q, mana chiqazib stul qo'yib o'tirib deganday. Yo'q, tikka turasan. Mayli, farqi yo'q. Tikka turish jonga tegdi, boru. Mayli, yana kimdir kelib qolar. Brat, kun bo'yi bir joyda o'tirib zerikmaysizmi? Yo'q, men o'rganib ketganman. 16 yillik tajribam bor dedi aytgancha. 16 yildan beri o'tirasizmi? Ba'zi turaman. Yaxshi. Kelinayi bor yo'q, ya'ni yangi xotiningiz degandek. Bor edi avval. Hozirchi arozlab ketyapti uyga bormaganim uchun. siz kun bo'yi bankka o'tirganingizdan keyin uyga bormaysizda. Shu uchun ketib qoldi bank. Yaxshi, lekin kun bo'yi o'tirish ham yaxshi emas, ehtiyot bo'ling. Kasal bo'lib qolishingiz mumkin. Bo'pti, xullas, yana kimdir? Tursunxonmi? Hoy, Tursunxon. Do'g'a, qalaysan, yaxshimisan? Bu yer qayer? Bu yer bank. Yo'q, bizda bank bormi? Bor shekilli, men ko'rmayapsanmi? Sherali bankmi? Sherali bank. Men ham pul qo'ymoqchiman. Maylimi qo'ysam? Mayli, to'xta, men seni tekshiraman avval. Yo'q, quroling bormi? Qurolim bor. Boshingni ko'tar. Ko'tar boshingni. Mana, bo'ldimi? Bo'ldi, kir bemalol. Xo'p, brat, assalomu alaykum. Va alaykum assalom demaysizmi? Va alaykum assalom, qalaysan, yaxshimisan? Menga berib yubording pulingni, tentak. Berib yubor, do'g'a, berib yubor o'zimga. Oldinga tushdi. Pulingni. Hozir. Bu pulni men bankka qo'ygan kelganman. Brat, iltimos faqat xotinim kelsa pullar berib olmang, xo'pmi? Mayli, boror. Do'g'a, davay kiritib qo'y bularni ham. Mayli, brat, xo'p, keling, qani, qancha narsa? 2 ta oltin, 1 ta yuzimni qayerdan oldi ekan? O'g'irlik qildimi ekan? O'g'irlik qilmaydi, u yaxshi bola. Qaysiga qo'yayin? Unda buni men ham Tursunxon tilida gapirib qo'ydim-ku. Tursunxon, asabga tegma. Bo'ldi, do'g'a, kechirasan. Sizni joyingizdan gapiryapti, ko'ryapsizmi? O'zi shunaqa bo'laman. Gapirma, uzoqqa yo'qol dedim men senga. Bo'ldi, asabimni buzma. Sen asabimni buzyapsan, yo'qol dedim. Bo'pti, ketdim mana o'zi, yo'qman. O'zi shunaqa bo'lar ekan shekilli. Buni past tomondan o'ng tomondagi sefga bo'lasan. 2008 paroli. 2008 tushunmadim. Siz meni yilimga qurilganmi bu bank? Men ham uni gapirib qo'yyapman. Brat, siz ham g'alati gapiryapsiz, lekin bor вообще. Tursunxon hammaga shu gapirishni yuqtiryapti, bor rostdan ham. Shu kasallik qilib yubordi hamma yoqda, bor. Mayli, siz gapirmang, lekin ehtiyot bo'ling, chunki siz gapirsangiz o'sha menga ham o'tib qolishi mumkin. Bu gapirmay o'tiring. Men bu keyin kimdir kelsa yana u kuzatib turishim kerak. Kim kelarkina, yana kimdir keladimi yo'qmi bilmayman. Obbo, yomon zerikali bor, u yotib ham bo'lmaydi bu yerda, yotaymi ekan? Men ustim chang bo'ldi. Turayin undan ko'ra uxlab ham bo'lmaydi. Obbo, mayli, kun qani, quyosh ham ustimga kelibdi, issiq bor. Men yerda soyada turayin. Quyosh ko'rinmayapti. Yaxshi, kimdir kelsa mashinani ko'rib o'tiraman. Quyosh bu yoqqa aylanib o'tgan bo'lsa ham issiq. Qani quyosh qayoqqa ketdi? Men botib ketdi-yu, botdi. Bu tomon. Quyosh hozir mana yerda turgan, qanday bu yoqqa o'tib qoldi? Bu tomonga botadimi? Obbo, yomon issiq bo'lyapti. Quyosh bir kunda 2 marta chiqyaptimi? Yana qaytib chiqyapti. Menimcha kech bo'lmasdan quyosh aylanib yuribdi, uni boryapti, qaytib shuni aylanib yana bu yoqdan chiqib kelyaptimi? Bilmayman, vashshi issiq bo'lyapti. Sizlarda ham issiqmi bilan ishlash shunaqa? Tushunmadim. Kallasi qani mana uni? Kallasi yo'qmi nima balo? Nima deyapti? Xatolik deyaptimi? Gulni orqasi yashni, boshi qanimi yaramasdi. Boshi yo'q. Boshi bor ekan.
O bosh ana ko'ryapti. O brat, gulni orqasi yashirinmay. Ko'zingizni yumsangiz sizni hech kim ko'rmaydi. Boshqani buni? O brat, boshingiz ko'rinmayapti. Brat o'zi yashirinib oldim deb o'ylayapti. Bratni bosh tepasiga chiqib ketibdi. Nogironmi bu, nima balo? Tushunmadim. Qayoqqa ketdi? O'g'rimi bu, nima balo? Rostdan ham nogironga o'xshayapti. O cho'tam yashirinib oldi shekilli. O nima qilmoqchi? O nimadir qilmoqchi bo'layapti. U nogiron. Menimcha issiq Minecraft game ta'sir qilyapti shekilli bo'ri. Mayli, mana o'z holatiga kelibdi-ku qurolim. Voy, menga qara, voy. Hozir. Mana 1 minut. Nima deysan? Kimsan? Men Ahranaman, o'zing kimsan? Men haligi men o'g'riman. Men tuval. To'xta dedim. Bu yoqqa keyin kimdir kelib qolsaychi. Mayli, egasi bor, egasi qarab turadi. To'xta, yaramas, qayoqqa ketyapsan? Yaramas, to'xta dedim. U meni aldamoqchi bo'lyapti. Ko'rasizlar, men qisqa yo'lda bilaman-da, bu yoqda qisqa yo'lligini hech kim bilmasdi. Oy, to'xta. Nima uchun bankka o'g'irlikka kirganding? Kirganim yo'q, tentay, hali ulgurmadim kirishga. To'g'ri aytgancha. To'xta, lekin yetib olaman. Buzoqni yurgan somonxonagacha. Yordam ber, men suzishni bilmayman, iltimos yordam ber. Cho'kib ketaman, iltimos yordam ber deyapman, yordam ber. Men suzishni bilmayman, cho'kib ketaman. Men qara yordam beraymi? Yordam ber, iltimos. Mana yordam. Mana yordam. Bo'ldi. O'sha cho'k bo'lmaysan endi sen. O'sha o'lib bo'lding chunki. Bo'pti, qarochi, sog' bo'lasizlar deb yuboray. Bu yaramas o'g'ri ham bankka o'zi o'g'ri keladi, chunki bank-ku. Bank bo'lgandan keyin o'g'ri keladi, chunki bank ichida shuncha pul bor. Obunachilar, uncha pul bo'lgandan keyin любой kishi ham o'g'ri keladi. Men bitta narsa tushunmayapman. Mana qaranglar, bu yoq boshqacha qilib qurilgan, bu yog'i kattalashtirib ketilgan. Keyin bu yoqqa kattalashtirib kelingan, bu yoqqacha kattalashtirib kelgan. Menimcha, bu yer kuchli qo'riqlash tizimi qilingan. Yana bitta narsaga hayron qoldim. Bu yerda g'alati o'yna qo'yilgan ekan. Nimaga bunaqaligini men vaqtda tushunmadim. Sizlarga tushuntiraman hozir, qaranglar. Misol, men oddiy o'yna. Buni hozir qurol bilan otadigan bo'lsam, sinak ko'ryapsizlarmi? Endi buni otib ko'ramiz. Tak. Ko'ryapsizlarmi? Bu o'q o'tkazmaydigan o'yna. Mana bu esa oddiy o'yna. Bu o'shaning uchun shunaqa o'yna qo'yishgan, ya'ni. Endi mana blok bor bu yerda. Mana blok vashshe sinmaydigan blok. To'g'rimi, brat? Shunaqa, sen kimni otib o'ldirding boya? O'g'ri kelgan ekan, bankda o'maraman deb o'shani yoqib keldim. Yaxshi chiqibsan. Seni bu qilgan ishing uchun janob merga oliy toifali qo'riqchi degan unvon berdilar. Janob merga telefon qilib ber. Hozir mana. Alo janob mer, yaxshimisiz? Chotki, nima gap? Brat, siz bilan gaplashmoqchi. Qaysi brat? Bank egasi. Berchi. Brat, yaxshimisiz janob mer? Chotki, nima gap? Mana qo'riqchi dahshat qo'riqchi ekan. Bunga oliy toifali qo'riqchi unvonini berib yuboring, iltimos. Bo'pti, beraman. Joha, yonimga kel, oliy toifali qo'riqchi unvonini beraman. Bo'pti, brat, hozir boraman. Menga to'g'ri toifani keragi yo'q. Menga undan ko'ra pul beringlar. Bo'pti, ke pul beraman, 308 yevro bo'ladimi? Bo'ladi janob mer, uje men yo'ldaman. Bo'pti, brat, hozir o'sha kechirasiz. O'sha 308 yevro topib sizga beraman. Ya'ni bankka qo'yib qo'yaman, keyin hech kim tega olmaydi, o'sha qo'riqlangan holatda bo'ladi, mazza bo'ladi, qarochi. Muhimi bir kun mazza qo'riqchilik qildim, o'sha bitta kishini avalina qilib yubordim, bilmayman, lekin kun vashshi istighfor terlab ketdim, rostini aytsam.